Deyarli har qanday odamda kechirim so'rash juda qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda u hamma uchun oson bo'lgan aybdorlik hissini talab qiladi. Ba'zi odamlar kechirim so'rash uchun o'z qadr-qimmatini taqirlashga bilishadi. Chunki ular ideal ekanliklariga ishonch hosil qilishadi va qilgan ishlarining hammasi doim to'g'ri deb hisoblashadi. Bundaylarga ishontirishning foydasi yo'q. Bu o'zgarib bo'lmaydigan fe'l-atvor. Hech kim mukammal emas. Xato qilgach, chiroyli kechirim so'rash ham o'ziga yarasha mahorat. Bugungi mehmonimiz iste'dodli xonanda Samadjon Ro'zimetov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni kechir dasturiga xush kelibsiz, Samadjon. Kimni xafa qilib qo'ydingiz? Kimdan kechirim so'ramoqchisiz dasturimiz orqali? Dastur orqali men san'at sohasidaman, yaqin akam Sardor Mamadaliyevdan uzr so'ramoqchiman. Nimalar bo'ldi? Nimalar qilib qo'ydingiz? Sardor Mamadaliyev bilan 2012-yil tanishganman. Ular bilan xalq xizmatiga birga yurib, shogird tushib, hamyonlarda sozanda bo'lib, ulardan ancha tajriba oldim. Sahnada qanday turishni, qayerda qanaqa inson o'zini, san'atkor o'zini qanday gapirishni juda ko'p narsani o'rgandim. Ammo lekin men baribir o'sha aytganimdek yoshlik qildim, beboshlik qildim. Do'stimiz Doston Valiyev, birga o'qigan sinfdoshimiz bor. U bir yor degan bir tarona kompozitsiya qildi. Bu shularga 3 yil, chamasi 3 yil bo'ldi qilinganiga. Sardor Mamadaliyev uni aytaman deb o'zlari reja qilgan. Orada 1 yil jim bo'lib qoldilar. Keyin men yoshlik qildimmi yana bir yoki bir men shu tarona orqali juda ham tez ko'tarilib ketaman dedimmi, ulardan oldinroq aytmoqchi bo'lib klip qilib xalqimizga taqdim qildim. Ya'ni unga atalgan bu qo'shig'i siz o'zingizga qilib va mana tomoshabinlarga, muxlislarga havola qildingiz, to'g'rimi? Demak, bu yerda xiyonat turibdi. Ya'ni shaxsiy meni fikrimda. Yo'q, bu to'g'ri, balki gapingizda ham jon bordir. Xiyonat bo'lishi ham mumkin. Lekin ataylab yo'q, bular aytib qo'yarlar, bular aytib qo'yarlar. Men birinchi aytib olishim kerak ham bo'lmadi. Men hayolimda go'yoki ular menimcha bu qo'shiqda kuylamaydilar deb. Ya'ni mensimadilar, balki deb o'yladim men. Do'stim ham balki yoshlik qildim, yo'q u ham menga balki sinfdoshim bo'lgani uchun meni oldimdan o'ta olmadi. Men kompozitorga berdim, kompozitor kompozitsiya qilib berdi va tezlik bilan bo'lib ketdi hammasi klip. Samajon, to'xtab turing. Men tezlik bo'lib, mana klipga ham yetib keldinglar. Tezlik bo'lganda ham baribir qisman vaqt o'tdi-yu, ma'lum. 10 kunlab yoki haftalab vaqt o'tdi. Chunki klipni g'oyasini ham o'ylab chiqadi rejissyor, uni qog'ozga tushirib, keyin mana tomoshabinlarga yetkaziladi syomka orqali. Sardor aka, 3 yildan beri bu qo'shiq yotibdi. Balki sizga yoqmagandir, balki qalbingizdan o'rin olmagandir. Keling, shu qo'shig'i men ijro etay, bitta duo qiling, duoingizni olib qoling. Nimaga demandingiz? Balki cho'chidimmi, shuncha qilgan mehnatlarim yo'q bo'lib ketadimi dedim, bilmadim. Shu yoshlik Yar aytib olib ketdilar yor. Bor o'sha taqdiring yoniga bor. Endi nima deymiz? 2 yil oldin qanaqa bo'ldik, mana endi hozir mana qanaqamiz. Baribir ortga qaytarib bo'lmaydi. Shuning uchun bu loyihaga bekorga kelmadim. Chunki men u insondan boya aytib o'tganimdek katta tajriba olganman. Xalq xizmatlarida birga yurib, sahnalarda qanday turishni, qanaqa qayerda gapirishni, ko'p narsani o'rgandim. Eshitdik, yaxshi sayqallangan, yaxshi bezaklar berilgan estrada yo'nalishida bugungi kundagi yoshlar borayotgan yo'lda ijod qilish ham yaxshi, lekin ikkinchi tarafdan meni tavsiyam bu yigitda imkoniyatlar yaxshi. Faqatgina o'sha sharqona ohanglarga urg'u bermasdan, o'sha Eron, Ozarbayjon yoki Turkiyadagi nolalarga, qochirimlarga juda ham suyanib qolish kerak emas. Endi o'zimizni o'zbekona yo'llarda ham ovozni egishi vaqti kelgan ijodingizga faqat kattadan katta parvozlar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Oho, bugun shunaqangi zo'r qiziqarli suhbat bo'ldi. Orol Mirzo aka, boshqacha fayz berdingiz. Rahmat. Bugun mana badiiy kengashdan o'tdi qo'shig'ingiz. Bo'ldi, endi hamma yoqqa taqdim etsangiz bo'lar ekan. Ruxsat berdingizmi? Ruxsat beramiz, omad tilaymiz, baxt tilaymiz. Bor mehringizni, muhabbatingizni taqdim etibsiz. Bundan juda ham xursandmiz. Har bir qo'shig'ingiz, har bir klipingiz e'tiborli bo'lsin, qalblardan joy egallasin.
hol qilgan ijodlaringlar, to'y xizmatlaringlarni rostalik qo'msasangiz kerakdir. Albatta, yoshman, talabaman, ham o'qiyman, ham bular bilan xizmatda yuraman. Ulardagi olqishlarni ko'rib, ulardagi bo'lgan muxlislarning munosabatini ko'rib, biz doim havas qilib chetga o'tib duo qilib qolardik. Biz ham shunaqa san'atkor bo'laylik, iloyim. Bizani ham xalq mana shunaqa kutib olsin deb. Bu demak, shaxsan meni fikrim, faqat iltimos xafa bo'lmang. Har bir bandani ichimizga shu shayton bizni yo'ldan uradi-da, shuni man ola qoling. Maniki bo'lsin, man birinchi bo'lib chiqay degan savollarni o'zimizga ko'p beramiz-da va mana shu yo'nalishga qarab ish tutamiz, bilasizmi? Vaholanki, mayli man ham bo'larsiz, lekin oqibat bir-biriga bo'lgan munosabat, do'stlik, mana ko'rdingiz, mana shu mustahkam bog'langan arqon ip hozir ikki taraflama bir shu uzilish holatida turibsizlar. Uzilish arafasida emas, uzilib ketdi. Uzilib ketdi. Uzilib ketdi. Zero balki shu loyiha sabab yana aka-ukachilik rishtalarini balki tiklar. Umidim bor. Samajon, avvalambor hozir bizni kuzatayotgan sizdek iste'dodli bo'lajak xonandalarimiz bu narsaga albatta to'qnashishi mumkin. Beayb Parvardigor, Menimcha bu xalqimizga, ko'rib turgan tomoshabinlarga bu kichkinagina bir xafagarchilik bo'lishi mumkin, lekin ijodkor uchun bu juda ham tushkunlik, chunki buni ijodkor odam biladi. mayli umas bo'lmas demak sizga nasib qilgan ekan, avvalambor. Lekin men juda ham istab qolardim, agar bugun bora olsak oldilariga, Allohim ro'para qilsalar, bu inson sizni kechirishlarini. To'g'ri, hozir tomoshabin bizani kuzatib, "Voy, bu bunaqa narsadan katta muammo qilib o'tiribsiz, Ra'no opa" deyishingiz mumkin, azizlarim. Lekin ertaga bu narsa yana ham katta bir xatoga qo'l urishi mumkin bo'ladi. Bizning yosh talabalarimiz, yosh ijodkorlarimiz. Xalqimiz xizmatlarida ro'para keldim. Siz aytgandek, sal yaqinroq o'sha murojaat qilmoqchi bo'ldim. Aka, yaxshimisiz? Bu yo'lga o'ta olmadim, chunki ularni menga qilgan Nigohlaridan boshqacha qarashlar. Ular menga shoshlan bekor aytibsan. Men aytmoqchi edim, bir og'iz gapirmadilar. Tabiiy holat aytganingizdek, shu nigohlardan, menga bo'lgan muomaladan sezdim. U yo'lga o'zim ham botina olmadim. Mayli. Siz Samajon hech ham tushkunlikka tushmang. Ijodkor sifatida aybingizni bilibsizmi? Ya'ni bitta katta jasorat. Anaqa men to'g'risini aytsam, bu qilgan ishimdan juda ham afsusdaman, to'g'risi. Yoshlik qildim, beboshlik qildim. Xudo xolasa, shu loyiha orqali barchasini to'g'riligimizga umiddaman. Samajon, bo'lmasa hozir nima qilamiz? Sardor Beyni uylariga boramizmi yoki ishxonalariga? Hozir men shu taronamizni yaratgan do'stimiz Dostonjon bilan bog'landim. Ular hozir ovoz yozish studiyasida ekan. Agar ko'risha olsak, albatta men bundan bag'oyatda xursand bo'lardim. Sardor Bey, mana aynan hozir kuzatim ijod pallasida o'tirgan ekansiz. Qaysi qo'shiq ustida ishlayapsiz? Hozirgi qo'shig'imiz juda ham bir tarbiyaviy qo'shiq desak bo'ladi. Onam qariganin sezmay qolibman. Men o'zim meni ijodimda ota-ona to'g'risida juda ham ko'p qo'shiq, lekin bu qo'shiqqa juda ham bir mehrim boshqacha bo'lib turibdi. Juda ham bir nima deydi, ta'sirli jumlalar yozilgan. Fursatdan foydalanib shu ijodkorlarga rahmat deyman. Shunaqangi bir go'zal she'r yozib bergan vodiylik shoirimiz Anvar akaga rahmat deyman. Shu ota-ona to'g'risida. Qo'shiqqa omad tilab qolaman. Oq yo'l. Dasturimizning nomi xabaringiz bor, meni kechir. Sardor Bey, mana yoningizda yurgan bir ukangiz sizni xafa qilib qo'ygan ekan. Esla olasizmi kimligini? Yo ular ko'pmi? Yo'q, men o'yladim, men birortani xafa qilib qo'ygan ekanmanmi deb o'ylagan ekanman. Yaxshi, meni xafa qilishgan ekan. Hayotda siz ham ko'pchilikni xafa qilgan bo'lsangiz kerakdir, shunaqa gapiryapsiz. Endi yo'q, iloji boricha birov bir dilini og'ritmaslikka harakat qilaman. Endi nima deydi, baribir tirik jon qachondir qayerdadir xato qilib kimnidir dilini ortib qo'yishimiz mumkin. Men to'g'risiga ochig'i sizni ko'rganda men o'yladimki, birortani bir xafa qilib qo'ygan ekanman shekilli. Qarashingizda birozdan cho'chiganingizni sezdim-da. Chunki men bilan ko'rsatib uylarni ko'rib turibman. Shuning uchun hayron bo'ldim ochig'i. Men xafa qilib qo'yibman shekilli deb o'ylabman. Qiziq, ba'da kim xafa qilgan ekan? Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring, kim bo'lishi mumkin? Yaqin ukalaringizdan
yoningizda yurgan, birgalikda ijod qilgansizlar. Ijodiy safarlarda ham ko'p bo'lgansizlar, to'y xizmatlarida ham. Haligi aytishadi-yu, o'sha senga qilingan yomonlikni esingdan chiqar, qilingan yaxshilikni esingdan tut deyishadi. Shuning uchun men gina qudratlardan ancha uzoq insonman. Kimdandir xafa bo'lsam, tez unutaman, lekin birov menga nisbatan qilgan yaxshiligini eslab qolishga doim harakat qilaman. Lekin endi bilmadim, hozir yonimizda yurgan ukalarimiz meni qanaqa xafa qilishgan ekan. O'zida eshitib qolaylik. Bu inson ismlari Samatjon. Ha, tushunarli. Bir zumda esladingiz nima bo'lib o'tganini, biza dasturimizga murojaat qildilar. Shunga murojaat qilganiga hayron bo'ldim. Shart emas edi o'zi. Shu bir qo'shig'imiz tufayli bo'lsa kerak. Endi bilasizmi, qo'shiqlaringiz, qo'shiqchini qo'shiqlari xuddi farzandga o'xshaydi. Bitta farzandingiz olib qo'ygandek gap. Men to'g'risi boshida yomon jahlim chiqdi. Bir telefon qilib bir so'kmoqchi ham bo'ldim hattoki. Yoningizda yurib birga bitta qozonda qaynab turib bu ish qilib ketgandagi albatta har qanday odamning jahli chiqadi. Men shu bir telefon qilib bir so'kib bir onasiga ham telefon qilmoqchi bo'ldim. Urinib ko'rmadingizmi o'zi bilan gaplashishga? Endi Yo'q. o'z vaqtida to'xtatishga-da bu. Yo'q, endi men klipini ko'rdim. Klip Hattoki vaqtida men o'sha YouTube'dan klipini ko'rdim. Keyin men shunchalik sirli ravishda ishi olib boribdi deb bo'lmasa. hushyorlik qilib. Endi keyin juda ham bir jahlim chiqqandan keyin ozgina jahldan tushib, chuqurroq mulohaza qilib ko'rsam, bu ashula bir bu dunyoda bitta matohga qaragandek qaradimda, demak yugurganniki emas, buyurganniki ekan degan gap menga taskin berdi. Keyin jahldan tushib shu bolaga mayli nasib qilsin deb qo'ya qoldim. Xuddi shunday, mana shu qo'shig'i sizga yuklangan ekan, lekin balkim o'sha payti kelmagandir uni ijro etishingizga, balki tayyor bo'lmagandir siz qalbidan tabiiy hol, chunki bu narsa ham o'z-o'zidan kelmaydi. Buni yillar mobaynida bitta qo'shig'i yaratasizlar. Biz muxlislar buni bir zumda 4 daqiqada eshitamiz va bu qo'shiqqa baho beramiz. To'g'ri, siz endi ijodkorsiz, siz yaxshi tushunasiz bu narsani. Bitta qo'shiq yaralgandan keyin shuni nima deydi, shu qo'shiq ichida biz yashashimiz kerak. Agar shu qo'shiq ichida yasholmasak, u yurakdan chiqmasa, yuraklarga yetib bormaydi. Shuning uchun o'sha qo'shig'ni men unchalik o'zimga singdira olmaganim uchun kompyuterimizda saqlab qo'yganimizda u ukamiz hushyorlik qilib olib ketib ijro qilib yuborgandi. To'g'ri, xafa bo'lgandim, lekin boya aytdim-ku, tez unutib olaman xafa bo'lganimni. Esimdan chiqib ketgandi yana. Shunchalik oliyjanoblik qilib kechirim so'ramoqchi bo'lib turganmiz. Samajon mana shu ishga qo'l urdi, ya'ni siz oldingizdan o'tmasdan, bir og'iz aytmasdan bu qo'shig'i ijro etib, qolaversa klipi yaratib, mana muxlislarga havola etildi. Lekin xabarim bor, bir paytlari siz ham rahmatli bo'lgan ustoz san'atkorlardan Oxunjon Madaliyevning qo'shiqlarini ham ijro etgansiz, to'g'rimi? Nafaqat uni, qolaversa, Endi bilasiz, yana boshqa xonandalarni ham ko'p. qo'shiqlarini ijro etgansiz. Endi bilasizmi, menda qanaqa men she'rdan foydalanganman. Masalan, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Boshqa shula, ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Ko'nglimda bir yor, qo'ynimda bir yor. Bu boshqa shula. Endi agar esingizda bo'lsa, oldinlari bir egiz qo'shiqlar degan bir dastur bo'lardi. Juda ham bu 95-yillardagi dastur bo'lsa kerak. Bitta she'rni 5 ta, 6 ta san'atkor chiqib kuylardi. Siz yaxshi eslaysiz. Xuddi shunaqa narsa. Endi men agar kechirim so'rash kerak bo'lsa, to'g'ri, ular ham xafa bo'lib qolishgan mendan. Biz o'zi Qilichbek bilan yaxshi do'stmiz hayotda, hali ham do'stmiz. Lekin xafa bo'lib qolib murojaat qilishgan. Lekin men bu hozirgi ukamizga o'xshab shunda proyektni olib ketib turib aytib olmaganman-da, chunki men o'sha she'rga Muhammad Yusuf ijodlariga juda ham mehrim boshqacha bo'lgani uchun Muhammad Yusufning she'rlarini olib ashula kuy bastalayman. Mendan oldin kimdir kuylagan bo'ladi albatta. Shuning uchun men kechirim so'rayman, masalan, bahonada fursatdan foydalanib Qilichbekdan kechirim so'rashi mumkin. Men ularning oilasidan ham kechirim so'rashi mumkin. Rustam G'oyevning ham qo'shiqlarini kuylaganman. Ajralishdik, bugun bemalol barchasini hazilga uydik.
bu ham mendan oldin Rustam G'oyipov ijro qilganlar, juda ham chiroyli ijro qilganlar. Men ham o'zimni bir yo'nalishimda ijro qildim. Rustam G'oyipovdan ham uzr so'rayman. Hamma o'zi kimni she'rini ijro qilgan bo'lsam, men ham uzr so'rayman. Lekin o'shanda Rustam G'oyipovni qo'shig'ini ijro etganingizda oldilaridan o'tmagan sizni? Yo'q, chunki shoirga murojaat qilmoqchi bo'lganman. Ismoil To'xtamishev qashqadaryolik shoirimiz o'tib ketgan ekanlar bu hayotdan, ko'z yumgan ekanlar. Lekin oila a'zolaridan ukalarini topib, rizochilik shu ruxsatlarni so'rab qo'yganman. O'zi muallifdan Ruxsat olmadi. ruxsat olish kerak. Shu Muhammad Yusufni ayollardan olganmiz, masalan, Qilichbek Madaliyevdan emas, biz muallifdan ruxsat olganmiz. Har holda oldilaridan o'tganingiz yaxshi ish. Yaxshi. Mana shu Vijdonan ham fursatdan qalbidan ham foydalanib sizdan men uzr so'rayman. Agar shu qo'shig'i boshqa kuy bastalar ularni qalbini ranjitgan bo'lsam, men ham uzr so'rayman. Endi ukamizga qaytadigan bo'lsak, to'g'risi men xafa bo'lganman. Endi meni yonimda bir 5 yil, 6 yil kamida yonimizda yurib, xalq xizmatlarida ham sozanda ham bir shogird ukamizdek bo'lib yurgan. Lekin men ochig'i kutmagandim. Aynan shu yigitdan, Samatjondan. Lekin yoshlik qilib shu qo'shig'imizni ijro qilib qo'ydi. Men to'g'risi klipini ko'rib, bu mana shularmi deb. hayron bo'lgan bo'lsangiz Ha, kerak. doston degan o'sha ukamiz menga sovg'a qilgandi bu qo'shiqni. Men endi to'g'ri xafa bo'ldim, chunki qo'shig'ingiz ham xuddi bir farzandingizga o'xshagan bir juda ham sizga ruhan yaqin bo'ladi. Har bitta qo'shig'imiz. Shuning uchun keyin shu jahlim chiqqan paytda xafa bo'ldim, lekin o'zim sal jahldan tushgandan keyin chuqurroq o'ylab qarasam, nima deydi, bu dunyoning bitta matosida bu qo'shiq. Shuning uchun demak shu ukamizga nasib qilgan ekan. Shu bilan u bolaga men gapirganim ham yo'q, xafa bo'ldim deganim ham yo'q. Hech qanaqa men tomonidan Samatga nisbatan e'tiroz bo'lmadi. Barakalla, tasanno. Chunki bu inson mana shu qo'shiq yaralgandan beri mayli efir yuzini ko'rdik, lekin vijdon azobida Men qiynalib sezardim, o'z xijolat bo'ldi. Tabiiy hol buni eshitgan quloqqa ham baribir bu xuniyroq narsada, yoningizda yurib, birgalikda ijod qilib, mana o'sha qancha el xizmatida yurgan bir jamoa bo'la turib, bu endi o'g'irlikcha bekitib bo'lyapti endi bu narsa. Pismiqlarcha bo'lyapti bu narsa. Lekin mayli yoshlik beboshlik, beayb Parvardigor shu narsani tan olib, aybini rahmat, olijanob. qilib bizni dasturimizga murojaat qilganligidan men ham lekin xursand bo'ldim. Endi bu ham bir hozirgi yoshlarga bir o'rnak-da. Nasib qilgan odamnikida, yugurganniki emas, buyurganniki. Keling, hozir o'zlarini yoqqa chaqirsam. O'zlari ham shu yerda. Shu yerdalar. Agar ijozat bersangiz. Mayli, bajonim. Dostonbek, iltimos chaqirib yuboring. Doston o'zi hamma ishni boshlagan, mana shu doston bo'ladi. Rostdan chaqiruv. Qaysi yuzing bilan kelding, ukam? Chaq yashang. Hazırlaştım mükemmel ki. Vay benim ülke hallarım. Assalomu alaykum, aka. Shuncha sen shu yerdasan bir. Menga berib qo'ying. Shuncha odam oldiga chiqib uzr so'ragandan ko'ra o'zimga uzr so'rab qo'ya qolmaysan, ukam. Ra'no opam men bezovta qilganingiz. Qulog'ida bitta qo'yib yuborish kerak edi. O'sha yoshlargacha qulog'iga qo'yib turish kerak-da, vaqti kelsa. Shunda ozgina aqlini yig'ishtirib oladi. Mayli, hazil bilan oldingizga boshini egib ketdi. Egilgan boshi qilich kesmas deydilar, ukam. Mayli, men ham kesmayman boshingni. Shunaqa xatolarni kamroq qilish kerak hayotda. Shunda tezroq o'zing ko'zlagan maqsadlarga yetib borasan. Aslida bu yerda meni ham xatoyim bor. Sizning xatoyingiz bo'ladi. Xullas 3 yil oldin boshlan yozgan edim, yor degan. Keyin birinchi bo'lib ustozim Sardor akamga eshitdim, Sardor Mamadaliyevga. Keyin ularga ma'qul keldi, yoqdi. Keyin men muzika o'zi bo'lib qolmasin deb qo'ldan kelgan she'rlarni yozdim. Keyin billalikda ikkalamiz Ahad akam yonlariga bordik. Ahad akam yoniga borib, she'rni o'zgartirib, birga ikkalamiz yozdirganmiz she'rni. Hop, bu treklarni qayerdan olib ketdi?
bu yoq sir. Keyin oradan 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Shu bilan to'ylar, konsertlar bilan ovora bo'lib, bu ashula chetda qolib ketib qoldi-da. Bunga yoqib turardi shu ashula. Keyin bir kuni gapirib qoldi, shu ashulani men aytsamchi deb. Keyin bekor yotganda mayli aytaverdi, xuddi bulan nomidan javob bergandek bo'pti dordim. Endi men chunki bilmagandim, Sardor aka mana shuni ashulani bir kun qilaman, bir kun aytaman deb yurganlarim bilmagan. O'yladim, bo'ldi. balki umuman bu inson bu qo'shiqni unutib ham yuborgandir degan fikrga borgandirsizda. Demak siz asosiy sababchisi sizsiz, siz o'g'risiz. Bu nimaga kulasiz? Endi vaholanki siz sababchisi bo'lasizda. O'zi bu kechirim so'rash kerak emas, sen kechirim so'rashing kerak. Hamma ishtirokchilargacha berib yuborgan. Yo'q, billalikda kechirim so'raymiz. Ya'ni kulib turishni qarang, Sardor. Yo'q, kechirdilar deb o'ylayman, xursand bo'lib kulyapman shunga. Mayli, bu hammasi hazil. Nima bo'lgan taqdirda ham men hozir xursandman, kuzatyapman dasturimiz yaxshilik bilan tugayotganligidan. Bu ham bir kimgadir ibrat bo'lsin, saboq bo'lsin mana shu yigitlarimiz qilgan ishlardan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar baribir ham Sardor oldidan o'tishilik kerak edi bu narsa. To'g'ri Sardor aka, ijodkor uchun baribir bitta qo'shiq ham o'zi uchun bir rejalashtirgan farzandida baribir. O'zini farzandi, tug'ilgan farzandidek aziz bo'ladi, chunki u inson bitta qo'shiq uchun juda ham katta mehnat qiladi. Sardor aka menga masalan bir og'iz menga boshlarni aytib sanadi, bir og'iz meni ko'zimga qarab ham yo'q bu joydan bir eshitmadim ham. O'zlari men sezdim, o'zlarini tutishlaridan, muomalamiz uchun bizani o'rtamizdagi masofa ancha uzoqlashdi. Chunki men 2012-yildan beri Sardor akam bilan juda ham axloq ukamiz, xalq xizmatlarida yurganman, yo'llarda ancha narsa o'rganganman. Balki bu qo'shiq Sardor akam balki mana hozir yuraklardan o'tkazganlar uchun endi yana ham balki xalqimizga manzur bo'lar, xudo xolasa. Yo'q endi Allohdan. Endi gap qo'shiqda emas, o'sha bundan keyingi hayotingda juda ham bir ehtiyot bo'lasan, omonatga xiyonat qilish kerak emas. Mayli bu qo'shiq hech narsa emas. Bu yerda ishonch degan narsa bor odam. Shu ishonchni suiiste'mol qilish kerak emas. O'ylayman bundan buyog'i juda ham bir hit ashulalar yaratasan. Endi ijod boshladi ukalarimiz. Xalqimizga halol, pokiza xizmat qilib, bir chiroyli qo'shiqlar yaratgan. Kechirishim uchun bitta shartim bor. Seni kechirdim ukam. Bir kupletni jonli aytib bersin endi. Bo'ldi. Yor yor aytib olib ketdilar yor. Bor o'sha taqdiring yoniga bor. Sen meni aldamagin. Sen meni qiynama sevmaysan-ku. Bag'rimni tirnama yoningda men emasman o'zgasi kelmaysan-ku. Savdo belgisidan sovg'ani sizga topshirsam, yaxshilikka ishlating Sardor bey. Salomat bo'linglar. Bu meni kechir dasturi edi. Men bilaman. Kechirim so'rash uchun